Foiz eng shirin zahar. Buni har bitta inson bilishi kerak. Ayniqsa, yangi biznes boshlayotganlar. To'g'risini aytsam, riboni ko'pchilik shunchaki diniy taqiq deb o'ylaydi. Aslida bu sizni eng tez kambag'allikka olib keladigan tuzoq. Sababi pul bergan odam boyib ketaveradi. Pul olgan odam esa shunchaki yana kambag'allik botqog'iga botib boradi. Ya'ni iqtisodiyotni to'liq tushunchasida mehnat qilgan va tavakkalni qo'lga olgan odam boyishi kerak. Lekin foizda teskarisi. Puli bor odam pul bergani uchun ishlamasa ham boyib ketaveradi. Qarzdor esa butun yukni bo'yniga oladi. U tavakkal ham qiladi, u mehnat qiladi, pul topadi, lekin bu pullarni doimo pul bergan insonga beradi. Natijada puli bor odam mehnat qilmasa ham boyib ketaveradi. Pul olgan odam esa qancha harakat qilib, qancha riskka kirsa ham qarzini o'zolmaydi. Shuning uchun ham Qur'onda savdo halol, ribo esa harom deyiladi. Chunki savdoda ikki tomon mehnat va tavakkalni bo'lishadi. Riboda esa birovning muhtojligidan foydalaniladi. Farqi mana shu. Pulingiz halol bo'lsa, albatta barakali bo'ladi. Moliyaviy savodxonlikni o'rganish har bir insonning haqqi. Meni kuzatib boring va halol moliyani birga o'rganamiz.